Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani va Bunyodkor mahalladamiz 10-iyul 2026-yil. Va Bunyodkor mahallada fuqarolar tomonidan ketma-ket уже 15 kun davomida murojaatlar kelib chiqmoqda va antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi va yagona tub ommaviy axborot vositasini va Telegram botlariga 15 kun, past 20 kundan beri turli fuqarolardan, именно shu Bunyodkor mahallasidan ko'pchilik murojaatlar kelib chiqmoqda. Shu sababli обязательно Bunyodkor mahalla yettiligiga keldik va shu murojaatlarni o'rganishga sababli. Aholi nimadan norozi? Aholi suv tanqisligidan, suv yetmaganligidan, og'och-ug'ochlari, daraxtlari, turli xil o'simlik novdalari barchasi qurib borayotganidan, suv yetmayotganligidan va obodonlashtirishdan noroziligi va mahalla raisi deymiz, mahalla damkomi o'z ish faoliyatini va o'z o'rnida va ishini jiddiy qaramayotganligi sababli shunday oqibatlarga kelayotgani yaqqol aytilmoqda fuqarolar tomonidan. Va shuni faqat fuqarolar tarafini yoritib o'tmasdan ikkinchi tarafni o'rganmaya keldik. Mahalla yettitligini Zakiyatlar bir xabar etganman. Asli xabar etgan. Sababi bizlar fuqarolarga ko'pchilikni aytganmiz. Именно 10-iyul kuni boramiz. Ungacha bizlar murojaatlarimiz juda ham ko'p. Bundan 5-6 kun oldin aytganmiz. Hozir aytaman, adashmasam 4-iyul kuni aytganmiz. 10-iyul kuni boramiz debda. Mana bugun keldik. Kimdir bularga mahalliylikni aytgan. Hurmatli yurtdoshlar, bo'lib turish kerak emasmi shu? Bu yoqda yo'q, ko'rish kerak emas. Ko'pchilik ochiqlik siyosatdan qochadi. Sababi bularni sababi u nimadan qo'rqadi bilmayman, tushunmayman shu. Mahallada raisi hurmatli shunga tegishli mutasaddilar va mahalla yettiligining ustidan qaraydigan rahbariyatga aytib qolamiz. Mana ish faoliyatida keldik. Har doim shunday Beruniy tumanida mahalla yettiliklarini обязательно boramiz. Yo majlisga ketgan bo'ladi, yo umuman birovlar asati ahvol shunday. Mahalla yettiligidan odamlarni topib bilmaymiz. Mahallada fuqarolar aynan shu narsadan norozi. Mahalla raisiga, mahalla damkomiga va mahalla yettiligiga o'z ishlari bilan boramiz deydi, faqat yo'q. Mahalla yettiligidan bironta ham xodim yo'q bu yerda. Jinsovet yoshlar yetakchisi damkom. Ana ko'ribsizlar. Uje mahallani binosini tark etgan desak ham bo'ladi. Hurmatli fuqaro, siz bu o'sha Bunyodkor mahallada istiqomat qilasiz, to'g'rimi? Shuni fuqarosiz siz. Ismingiz kim bo'ladi? Shamshidin aka. Endi sizdan qat'iy iltimos qilgan sababi biz kelganimizga bir 2 soatdan o'tdi. Biz bu yerda bironta ham odamni topib bilmadik. Shuning uchun bu yerdagi yoshlardan, yosh kattaroq insonlardan bo'lsa, telefon nomerini bering. Biz iltimos qilib ko'ramiz. Shularni o'rganishga bizga hissasini qo'shib yordam qilsa, bu nafaqat o'zimizning manfaatimiz, bu butun xalqning manfaati degan maqsadda sizga qo'ng'iroq qilib chaqirdik. Mahallamizning yosh katta insonlardan biri degan. Mahalla damkomi o'z idorasining oldidagi nodalar barchasi suzga quryapti, qaranglar. Bu yerga har kuni ertalab, har kuni obedda, har kuni kechqurun keladi, ketadi. Nahotki shularni ko'zlar ko'rmayapti. Shunda bu butun bir boshli mahallani qanaqa qilib obodonlashtiradi desak bo'ladi. Hatto o'zining idorasining aldida arzimay kichkina yer. Shuni obodonlashtira olmay qo'yibdi. Qanaqa qilib bir mahallani obodonlashtirish mumkin? O'sha qara, vatan Ostonadan boshlanadi deydi. Vatan Ostonadan. Hozir Bunyodkor mahallasiga keldik. Hatto Bunyodkor mahallasining idorasi oldi cho'liston. Lekin bu yerda qarang, ichimlik aqva suvi kanali necha metr chiqadi shu yerga, bu yergacha. Qarang azizlar, qarang shunga tegishli mas'ullar. 150 metr ko'p bo'lsa deyapti, bo'lsa 100 metr chiqadi deyapti. 100 metr nariyomizda kanal bor. Kanalda lekin to'xtamasa suv oqyapti. Hali bundan bir 20-30 kilometr nariyoqdagilar obodonlashtirib qo'ydi, suv bor turibdi. Nima uchun 100 metr kanal tagida o'tirib o'z mahallasini oldin obodonlashtirib, suv olib kelib xalqni suv bilan ta'minlay olmaydi, ichimlik aqva suv bilan.
agar ichimlik aqua suvi shu kanaldan o'tmasa, sizlar boshlaydi. Vatqo'zni nechanigi, jasur, qayoqqa qaryapsizlar? Xalqqa suv bermaysizlarmi? deb chiqaraylik. Biroq suv berib qo'ydi jasur. Suv bor yo'q. Tayyor suvni nechun suvda yaqinmaysizlar? 150 metr turadi ekan bu yerda. Endi to'g'ri siz bunga mas'ul emassiz. Mas'ul xodimlarga berayotgan savolim bu narsa. Meni sana aytib qoldi. Endi qara. Mana ekranga o'tgan yilgi fotosini qo'yib o'tamiz. O'tgan yil emas. Bundan oldingi ish yurtgan rais kim bo'ldi? Bundan oldin. G'afur. Ha, masalan, G'afur akang davrindagi. Endi u odamni ko'rsatadigan chiqarmanmi? G'afur aka deyapti. G'afur akang davrindagi fotosyomkani ko'rib o'ting. Aynan shu yerda bo'lgan. Yog'raydi. Ko'p bak zilyonni qanday chiroyli bo'lgan. Hozirgi ahvolni ko'ring. O'sha bu Afrikadan ortiqcha joyi yo'q bo'lishi. 100 metr nariyomizda kanalda suv oqyapti, to'xtamasdan oqyapti. Nima uchun shu yerda obodlashtirmaydi? Nima uchun mahallani suv taqishlikda qisib qo'yibdi? Endi qarang, endi o'rganishga yaxshi buni o'tmay, bunga uzoq ketmang. Qara. Kenglar ko'ramiz. Shamshidin aka, bular nima sababdan quriyapti? Suv yo'q, harom. Suv sultanmi? Bular nima sababdan nobud bo'lyapti? Suvsizlikdan, to'g'rimi? To'g'ri, asosan so'g'in. Endi bunga endi kimni ayblasak bo'ladi, kimni aybdor deb bilsak bo'ladi. Nafaram shu yesa mahalla raisi, mahalla damkom barcha fuqarolarga barchang chiqinglar, hashar qilamiz. Mahallamizda yig'nab olgan 10% bizda tashkilotimizda pul qolmagan. Hammamiz rushlat qilamiz degan aholi chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqadi. Mahalla qo'zg'asa, mahalla son odamlarni hamdan qo'zg'asa, chiqadi bu masalan. Hatto o'zining aldirish. Bunyodkor mahallani, mahalla damkomi elementar narsa. Shuni ham ishlab bilmay turibsizmi? Bu oldingizda chelak bilan, krom bilan sug'orsangiz ham bo'ladi-ku. Pomishinaning oldini. Endi o'zimga ko'zim yetmay qoldi buni. Bu bunyodkor mahallani raisiga, mahalla raisiga. Damkomxonaning oldi supurib sizdirilmagan-ku, mana musullarga aytishga qarab. Qara. Bu yerda itlar tezagimi, boshqami? Mahalla damkomxonaning oldini har kuni bir suv sepib, bir supurib qo'ysa bir chiroyli bo'ladi-ku. Lekin xafa bo'lmang, bu bunyodkor mahalla yig'indagi fuqarolar ham mendan xafa bo'lmasin. Imini bu yerda minus tarafini ko'rsatish maqsadida emas. Bu yer bunyodkor mahalla, bu Beruniy tumani sentri, Beruniy tumani yuragi desak ham bo'ladi. Markaz. Bu markaz, to'g'rimi? To'g'ri. Markazimizda shu ahvol bo'lyapti. Musor qarang, yaqinlashib ko'rsatyapti. Uyilyapti. Даже obodlashtirilmagan, uborka yasalmagan. Bu nima bu e'tiborsizlik? Bu degani davlatimizga xiyonat deb bilaman buni. Davlatimiz rahbarlari shu bunyodkor mahallani raisiga ishonib, butun bir boshli mahallani topshirsa, ular bo'lsa suvsizlikda barchasini cho'llikda qotayotgan bo'lsa bir paytda. Qarang, o'sha nobud bo'lyapti. Qaysi birini ko'rsatay buni? Endi Shamshidin aka siz bizga ko'rsata olasizmi? Ichimlik aqua suvi oqib keladigan joyini va kanalni bizga ko'rsatib bera olasizmi? Даже buni zavor qildingiz, gazon, Arabiyada qurab qolmaydi, qarab, quravyapti umuman bilan. Даже qurayapti. Bu suv kelmaganlar suvsizlik oqibati. Lekin suv yo'q bo'lsa tushunaman, lekin suv bor. O'sha 50 metr nariyomizda aqua suvi bor kanalimizda. 50 metrdan bu yoqqa suv kela olmayapti. Mana ahvol. Bunyodkor mahallasi janob oliylarning damkomning ishlayapti, mana ishlayapti. Komitetda o'tirgani yo'q. Komitetiga idorasiga borsak top bilmaydi, top bo'lmaydi. Fuqarolar ham aytadi, top bo'lmaydi. Lekin ishlayapti. Mana ahvol, mana ishlayotgani shu. Da salmon yo'qolib ketgan, salmonlar tozalanmagan. Bu Beruniy markazi. Mana o'zlaringiz ko'rdingizlar, Beruniy markazi sentri. Bu yo'llarda yomg'ir yog'sa oqib ketishi aniq. Sababi yo'llarni qarab, qo'rsib yotibdi. Mana. Mana ahvol, mana. Даже kerak emas, fuqarolar foydalanolmaydigan joyni kilometrlab yangidan osod qilib yotdi. Lekin Beruniyimizning markazi mana shunday ahvolga tushib yotdi. Beruniyimizning markazining ahvoli bu. Nima sharmandagarchilik? Qarang, sizlar halis guvohsizlar. Bu Beruniy markazida ariqlarga qaraganda bu yamalar chuqur, to'g'rimi? Bu qarang, yomani ko'rdingizlarmi? Bu yoma ariqdan chuqur yo'llarda. Ariqdan chuqur. Bu ham e'tiborsizlik desak ham bo'ladi. Kanal mana svetofor-ku, to'g'rimi? Og'aylar 50 metr deb yanglishman, ketib 30 metr joyga suv kelmayapti. Og'ochlar, o'simlik novdalar quriyapti bir chetdan. Mana ahvol. Hurmatli obodonlashtirish, aytaversak gap ko'p, o'zlaringiz ko'rdingizlar kadrda bu yerda bironta ham daraxt yo'q.
obodonlashtirish qayerga qarayapti? Bu yerda obodonlashtirib, daraxtlarning sonini ko'paytsa, archalar qilsa, mahallamiz qanday chiroyli bo'ladi va undan boshqa kislorodimiz juda ham yaxshi bo'ladi. Hozir ko'rib tursa, mana ko'zni ochib bo'lmayapti bu issiqdan va terdan. Bu kislorod yo'q. Chong, to'zon. Ana. Mana hurmatli fuqarolarimizning noroziliklariga sabab bo'lyapti. Hozir shuni o'zida ko'rib, o'zi bir qancha fuqarolar yig'nalib qolishdi. Bu yerda nima sababdan bo'lyapti? U yerga yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilmadinglarmi sizlar? Foydasi yo'q, qilgan bilan mana o'rtman bo'lyapti men. Chang to'zon bo'lyapti. To'zon, ammo keladi gurpi yorildi deydi, gurpi yorilib qazatda ishlamay ketadilar, biz ketaveradilar shunday. Endi Temurli Beruniy shahri deb aytishga o'sha yoladigan bo'lib qoldi. Shunday bo'lib qoldi mana, uyda o'tiramiz chang. Vodoprovod keldi, ko'ylakni xarob etdilar endi. Hurmatli shu tashlashlarning oqibatlarida shunday ahvolga kelib qoldi mahalla. Endi nima uchun sizlar suvga qiynalyapsizlar? Nima uchun bu o'simlik novdalar quriyapti bir chetda? Kelmaydi mana vaqtida eshitsa yo'q. Yil qancha Qaysi Beruniy markazi deb aytamiz-ku? Beruniy markazida bu yerda naturallar juda ham ko'p. Qancha soliq to'lanyapti? Qancha hatto dehqon bozor shu yerga o'rnashgan. Dehqon bozordan qancha milliardlab summalar nologdan aylanib tushyapti. Shular 10% juda ham katta summa bo'ladi. Shu pullar millionlagan ichimlik aqua suvga bo'lingan pullar qayerga ishlayapti endi? Bilmadik. Uni men deputatga ham yozib berdim. Mahmud aka degan bir deputat bor ekan. Shu yerda yozib berdim men idorada o'tirib. Qara chetini greder o'tib beraman dedi. Ana chetlarini dedi, bunyer daryo bo'lib ketadi hozir bir yomg'ir yog'ib suv kelsa daryo bo'lib ketadi. Ko'rganmiz qancha xalqlar murojaat qilgan. Chetini o'yib greder o'tib beramiz deb ketdilar, keldi-da, yo'q. Mana ketgandan 3 oy bo'ladi. 3 oydan ham o'tdi. Bir greder sudrab o'tishimiz. Bir greder ber dedim, o'tiring üstü yanımda turamiz dedim. Bo'ldi, belgizaman deb 3 oydan beri yo'q. Bu deputat bo'lsa qurollarni olib yotibdi. İşlet turgan ishi yo'q. Mana qara, yo'ldan baland oynag'i. Ya ko'rdik buni, bari o'lga chiqdi. Endi bu yerda suv to'xtamasdan oqib o'tayotgan bu mana bu 30 metr naryoqda kanalımızdan, to'g'rimi? Keladi suvda bu yoqqa qarab, mana shu aylanmadan bu yoqqa qarab endi qarang, har bir ko'chaga shu yerda suv kanalning o'zida chiqadimi samotop, to'g'rimi? Chiqadi. Yo'q, chiqmaydi. Nasozda chiqadi. Nasozda chiqadi. Bu yoqqa samotop ketadi. Bu yoqqa samotop ketadi. Har bir ko'chaga suv o'tishida bo'ladi. Kanal yonimizda turibdi, mana svidafor kanal, yaqinlashib ko'rsatadi kanalda. O'zimiz kanalga borib ko'ramiz. Bo'ldi. Xullas, mana shunga tegishli mutasaddilar, o'zlari ko'p qilgan fuqarolar mana shu narsadan norozi. Bu mahalla itlikni ishlamayotganligini da'vat beriladi. Sababi nima uchun? Bu Glaviy kanal yonimizdan o'tib turibdi. Daryo yaqin, to'xtamaydi. Biz bundan bir 15 kilometr uzoqlikda turamiz, lekin bizda har doim suv bor. Bizda mahalliy ishlayapti, ariqlar qazilgan, obodonlashtirilgan, daraxtlar ekilyapti, kislorodi juda ham zo'r. Lekin to'g'risini aytsam, Beruniy markaziga boshqa viloyatlardan yoki boshqa yurtdan, например, Qozog'iston, boshqa Tojikistondan mehmonlarimiz bor. Bu Beruniy markaziga aytishga to'g'risini aytsam, shaxsan o'zim yo'laman. Bizlar tashlab olmaymiz. Old fuqarolar yig'ini даже biz o'zimiz tashlab bilasizmi? Qanday ziloniy zena. Ko'p ko'mbat chiroyli. Men yolmayman u shunga borsam, lekin bu yerga kelsam yo'laman to'g'risi. Mana bu ahvoldan yo'laman to'g'risi. Bo'ldi. Matlubaning kimisiz siz? Matlubani hech kimmi? Mana shu odamlar Xo'p. qarang, mashinalar o'taydi mana. Necha marta tosh tashardik bunday deb. Necha marta tosh tashardik bunday deb, ana bu bo'lib turibdi. Bunday deb aylanib yo'qotaveradi. Keyin bu yog'ina keyin itlarning o'lib yotganini boshqasini tushirib ketasiz. Ko'ring. Musorlar yotibdi mana. Sayyor qabulga borib bir ishim bitmaydi. Elektrositdan ham ishim bitmaydi. Sayyor qabuldan ham ishingiz bitmadi, ha? Sayyor qabuldan ishim bitmadi. Ana kim Akbar degan ekan keldida, bu meni ishim emas dedi. Ana ekologiya, ana qoldi, uxlab ketgan shoxlarni cho'q bering dedim. Elektrosit ham kelgan yo'q mana. Bu bir menikida mana bir fuqaroniki mana shu yerlarda itlab qo'ygan. Buni kim? Mahalla qani rais qayerga qaraydi?
qochib ketibmi yoki bir yig'ilishga ketganmi bilmaymiz. Biroq mahalliyachilikdan birorta odam topilmadi. İçine kirib, agar bir yarim kichkina qiz bizni bir narsa aytib ichine tashlab ketsa ham bilmaydi. Qani qaraydi. Mahalla rais qaramasa mana keling men shu yerda mana sexning orqasini menikimi. Ya mana o'tiraversin shu yerda men tozalab o'tirayin. Mana qarang, ichindagi ne bala kichikning o'lisi ham itning kallasini. Bu yerda esa siz vaqtida yer maydonidan foydalanishga bo'lsa obodlashtirib chiroyli qilib qo'yasiz. Ha, bersin shuni. Mana sexning orqasini mana bersin, men chiroyli edim. Mana bunday nelar ekaman mana. Ekkanman-da shu. Yakın yesi yok mu? Yesi yok mu bu yakın? Mana. Qaraydi kim kelib. Mahalla rais. Lekin u yoqdagi bir ko'cha, ikki ko'cha nariyog'ida lekin suvsizlikdan juda ham qiynalib daraxtlar nobud bo'lib yotibdi, o'simlik butalar nobud bo'lyapti, lekin kanalimizda suv to'xtamasa oqyapti. Bu yerda men o'zim mahalla raisini tanqid qilganda bo'lib, mahalla raisini tanqid qilmayapman, lekin men haqiqatni yozib beryapman. Haqiqatni chiqaryapman. To'g'rimi, opa? Sayyor qabulga qachon borgansiz? Bugun bordim hokimning sayyor qabulina. Bundan oldin ham borganmisiz sayyor qabulga? Borganman, ishlayman. Hokimning oldiga? Bir marta hokimning uchirtimi, ko'pindan ko'p hokim bo'lmaydi ana, yordamchilar bo'ladi. Lekin Berun tumani hokimiyatiga, hokimning sayyor qabuliga borasiz, qo'ldan ko'p hokimni topa olmaysiz. To'g'rimi? Hokim bor, endi bo'lmay qala, selektorda bo'lar ekan, boshqalar bo'lar ish bitirmaydi. Egasiz yotgan bir egasi ishlaydigan odamga berish kerakmi buni? Mana qarang sizga. Mana egasiz yotibdi, mana qarang. Manidan suv o'tmay biza qazdirdik mana. Sizlar o'zlaringiz qozirdinglar bu yerda. Bir odam olib keldi, bir bola olib keldi, zo'rg'a qazdi, ari beri suv o'tdi, mana qarang. Bola ichida kuchuk o'lib qoladi, it o'lib qoladi, mana shishalar. Lekin men bir narsa tushunmayapman-da, bu Berunning markazi bo'la turib, bu Berunning shahari deb aytsak bo'ladi-da. Lekin Berunning shaharda shunday obodonlashtirilmagan, qarovsiz yotgan, cho'plar paryatka qilinmagan ahvolni ko'rib juda achinarli ahvol lekin. Mana qarang, endi bir narsa solishtirmoqchiman-da, opa, keng. Opa, yonimga keng. Qarang. Bu yer sizga tegishlimi? Yo'q, tegishli emas. Tegishli emas, boshqa fuqaroga tegishli. Lekin men bir narsani solishtirib bermoqchiman. Tekstilniga tegishli. Qarang. Qarang, buni ko'z oldingizga keltiradi, fuqarolarni keltiradi. Endi qarang, bu yog'ini qarang. Bu yoqqa keltiramiz. Mana, ana shunday toza bo'lib tursa qanday chiroyli bo'ladi. Mana bunday daraxt bu dekorativnida yaxshi. Men shuncha aytayapman, anani kesib bering, biz bunday yaxshi. Lekin har bir xonadonning oldi shunday toza, shunday chiroyli bo'lib tursa, qanday yarashadi? Qarang. O'sha tozalikni qarang. O, обязательно bir odamni maqtag'an emas. Aldini, вообще zo'r, desat maqtab keting. Yo'q, desatimiz ham zo'r. Ko'rib, aldiga archalar ekilgan, lekin leshli cho'plar yo'q. Endi tasvirni bu tarafga qaratamiz. Berunning markazi. Ana, ariqlar, ahvollari. Mana. O'sha bilmadim, so'zim yo'q o'sha. Kuchuklar uyquda. Kuchuklar kompaniyasi bor, kuchuklarning boshliqlari bor. Qarang ana. Bu yerga gullar ekib, gazonlar eksa qanday chiroyli bo'ladi, ha? Mana ahvol, o'zingiz ko'rib turibsizlar. O'sha vashli qarovsiz yotibdi. Ko'chalar, dabdala o'shim. Aha. Mana sizga rasmi bor, ko'rsataman. Mana shu meni qaytarib berdilar bugun. Tashlolmaymiz bizlar dedi. O'zingiz sotib tashlaysiz dedi. Sotib olsam, kim bunday mana yilmalalab beradi dedim. Undaychi ham yo'q dedi. Bo'ldi, tash tashlasak, mashinalar bunday uchib ketyapti, mashinalar uchib ketyapti. Mening zdaniyam. Lekin bu yerda peshobod palasa ham chizilmagan ekan, Yo'q, chizmagan mana peshobod bor. Bolalar o'tadi mana, shundayincha o'tadi. Bolalar maktabga o'tadi, boshqaga o'tadi. Tushunarli. Mana menda rasmi bor, suv olib ketganning nesi bor. Kalla yordam bersin, men qaytib gazon qilay. Mahallaga boring-da, shu gazon qiling, takliflar kiriting. Sababi bu gazon ko'chani chiroylisi. O'rganam shirtibdi, mana menda sartarash bor. Tadbirkorchilik qiladi, lekin aldini men o'rab qo'yganim yo'q. Tushunarli. Lekin gazonlar ekishingiz kerak. Endi u yog'ini sizning nomeringiz bor-ku, Telegramdan ya suv olib yerda tashab qo'yaman. Tashab qo'ying. Mana tandirlar kimniki bu? Ko'chani yopib qo'ygan. Siz bu yerda tadbirkorsiz-ku? Biz jamoatchilik nazorati bo'yicha antikorrupsiyadan bo'lamiz, ommaviy organizatsiyasi. Ko'chadagi bir qancha fuqarolar tomonidan bo'layotgan norozichiliklar, boshqasi barchasini o'rganib va yoritib berish maqsadida yuribmiz. Endi imkoniyatingiz bo'lsa, bu yerlarni ham chiroyli etib fon kirgizib bersangiz-da, bu tandirni ham boshqaga o'tirasizmi, keyin bu baliqlarni ham akkuratli qo'ysangiz, baliqlar chiroyli bo'ladi. Bunday emas, lekin
Lekin bundayga qo'ysangiz o'sha chiroyli turadi. Lekin hozir bu ko'chani bo'lib qo'yapti-da bu. Yaxshimi? Shuni administratorga aytasiz, shuni shunda taklif kirib keldi. Ha? Jamoatchilik nazorati bo'yicha yuribmiz. Bu yurtning rahbariyati siz aytib qo'yishingizni iltimos qilyapman. Siz 18 ga to'lgansiz-ku. 18 ga to'lgan fuqaroga, например, shu kafening oldini kichkina obodonlashtirib, iloji boricha bunga bo'lib yo'l qilma gazon o'tkazishni, bu tandirlarni ortiyag'ini o'tkazishni, bir ko'chamizni ko'rkinak bir ko'r qo'shadi deyapman. Shuni aytib qo'ying, yaxshimi? Bu hamma narsa qonun doirasida. Barimiz ham jamoatchilik nazorati yuribmiz. Biz tapadasida kadastroga 82 million so'm jarima o'tkazib uytib yo'qmiz. Просто aytib o'tiramiz. Yaxshimi? Bo'ldi, shu tegishli shuning rahbariyati aytib qo'ying, rahmat sizlarga. Hurmatli bu yerdagi Berun tumani rahbariyati, bu fuqarolar tomonidan qat'iy iltimos qilib qolamiz. Bu natural, barchasi natural tashkilotlar bularni oldiga trotuar qilib, trotuardan keyin bir kichkina yana 1 metrga bo'lgan gazonchalarni o'tkazsa deydi, jamoatchilik nazorati jamoatchilik tarafidan shunday takliflar bo'lyapti. Bu daraxtlar ekilsa, archalar ekilsa deydi, bir qanday chiroyli ko'cha bo'ladi. Ko'chalarimizga keyin uzoq bo'yna svet yoqilsa deydi, kechki chiroqchalar yoqilsa, juda ham bir yurtimizning bir chiroyiga, Berun tumani ko'rkiga ko'rk qo'shardi degan takliflar bildiryapti. Bu yerda fuqarolarning o'zlari murojaat qilib boshladi. Bu yerda mahalla itligi haligacha jim. Do'stlar, masalan, bu yerda daraxt bor, yo'l ko'chaning nar tarafida daraxt bor. Ana shunday daraxtlar uzoq bo'yiga daraxt bo'lsa qanday chiroyli bo'ladi. Bu yerda uzoq bo'yiga trotuar bo'lib, uzoq bo'yiga gazonlar ekilsa va archalar ekilsa qanday ajoyib bo'ladi. Va archaning yonidan ariqlar o'tib, kanal yonimizda turibdi. Ariqlar o'tib, ariqlarda suvlar bo'lsa, prezidentimiz ham o'zi aytgan-ku, har bir shaharlarda suv aylantirishi shart, havoni tozaligi, kislorod chiqishiga ko'p foydasi bor degan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda men aytmay qo'yingda, Yashullo. Kanal necha metr bu yerda? 20 metr. Kanal 25 metr. Lekin kanalning bo'yida o'tibdi, suv yo'q bu yerda. 25 metr araliq. Biroq salmonlarning ahvolini ko'ringlar, mana qarang. Ariqlarning ahvoli. O'sha ariqlar yo'qolib ketgan bu yerda. O'sha ko'milib qolgan ariqlar Suv ham kelib turibdi buroqlar. suv ham kelib turdi-ya bu yerga biroqlari. O'sha ariq degan atizatlar yo'qolib ketgan bu yerlarda. 85-yildan shu yerdan. Lekin bu yoqqa o'tib umuman ariq yo'q, to'g'rimi? Ariqni o'rni shunday ariq kelish kerak, lekin bu yerda ariq omma tomon nimasida yo'q. Keyin bundagi ariq ketishgan umuman yo'q. Bu yoqda ham gapirmasa ham bo'ladi. Mana shu yerdan sol. Mana quyib o'tirgan vaqtda aytdim, bu yerda solma bo'ladi. Nima dedi? Unda yashingiz atangiz kimsiz yashingan? Ha? Yashimurod aka. Bular arendadan turibdi. Yo'q, tushundim. Yashimurod aka, shuni bu yerning rahbariyatiga aytasiz. Birov mehir mahalliy itligidan uchrashsin, mahalliy itlik bilan maslahatlashgan holda bu yerga texnika qo'yadimi? Lekin bu ariqlarni u bu yoqqa jamoatchilikka chiqarish kerak. Shuni bu yerning rahbariyatiga biroz aytib qo'ysangiz, to'g'rimi? Bu o'zidan yana. To'g'ri. Biroq ana yoqda solma yo'q-a, ariqda. Bu Chim bor. aynanda salma bor, lekin mana o'rtada mana bu yerda salma bo'lish kerak. Yo'q, bilyapman. Mana bu yerda salma yo'qolib ketganda mana. Salma yo'q bundayga. Bu yerda salma bo'lish kerak. Salmada suv yo'q-da. Shu bu yerda pol ariq o'tish kerak. Ariq. Bu salma bor edi shu yerda. Oldin shu yerda ariq bo'lgan. Hozir ariq ko'mil mana bular nimalar qurilgan, qo'shimcha naveslar. Jidalar bor edi. So'ngak turib daraxtlar. Bu yerda daraxtlar bormidi? Hozir daraxtlar yo'q hozir mana. Mana yerda necha o'tirib turibdi. Shu vaqtda daraxtlar bor edi bu yerda. Bu tarafda. Mana satib manalar qurdida shu. To'g'ri. Ariqning chekkasida turgan daraxtlar, lekin ariq shundayga ketish kerak. Shundayga ketish kerak ariq.